qanday kollektiv travmalar bor? Katta terror, norozilarni tunda olib ketishgan, quloq qilish va kollektivlashtirish, xususiy mulk tortib olinib kolxozlarga haydalgan, millionlab odamlarning hayotga zomin bo'lgan ocharchilik, Afg'oniston va Chechenistondagi urush, vaucherlar, moliyaviy piramidalar. Aftidan ota-bobolarimiz o'z hayotlarini to'xtovsiz tiklashlari kerak edi. Biz buni shaxsan boshdan kechirmaganmiz, lekin bu bizga ta'sir qilmaydi deb o'ylaysizmi? Ta'sir qilganda qandoq? Katta terror misolida biz hatto uyda ham siyosat haqida gapirish xavfli ekanligini bilib oldik. Kollektivlashtirish bekor qilingandan so'ng biz endi mulkimiz o'zimizniki ekanligiga va tortib olinmasligiga ishonmay qo'ydik. Ochlikdan keyin nonni hech qachon tashlab yubormaslik kerak deb ishoniladi. Ota-onalar bu uchun hali ham qo'yishadi. Vaucherlar, piramida sxemalari va defoltlar bizni tejash va sarmoya kiritishning hojati yo'q deb o'ylashga majbur qildi. Chunki baribir hamma narsa olib qo'yiladi yoki pul qadrsizlanadi. Ba'zilar esa hatto bank va kartalarda pul saqlamaydilar, chunki ular har qanday vaqtda yo'qolishi mumkin deb o'ylashadi. Natijada odamlar jamoaviy travmadan shunchalik charchaganki, ular shunchaki siyosatga aralashmaydilar, balki hech bo'lmaganda o'zlarining kichik shaxsiy hayotlarida normallik va barqarorlik orolini saqlab qolishga harakat qilishadi. Va bu tabiiy.